Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar, aziz pensionerlar. Bugun biz siz bilan O'zbekistonda naqd pensiya tizimi o'zgarishi, pullarni olishdagi yangi tartib va bo'lishi mumkin bo'lgan navbatlar haqida barcha savollaringizga aniq va batafsil javob topamiz. Shuningdek, huquqlaringizni himoya qilish bo'yicha muhim tavsiyalarni beramiz. Tasavvur qiling, yillar davomida peshona teri bilan ishlagan, umrini vatan ravnaqiga bag'ishlagan inson keksayganida davlatdan oladigan birgina tayanchi pensiyasini olish uchun ham sarson bo'lishi mumkinmi? Bu gaplar sizni tashvishga solmaydimi? Bugun millionlab O'zbekiston fuqarolari bizning ota-onalarimiz, bobo-buvilarimizni qiziqtirayotgan eng dolzarb savol. Naqd pensiyaning bekor qilinishi haqidagi mishmishlar va bu holatda pensiyani qanday qilib osonlikcha olish mumkinligi haqida so'z yuritamiz. Men bilaman, sizlar orasida 40, 50 hatto undan ham ko'proq yillar davomida zavodda, dalada, maktabda, shifoxonada, umuman olganda butun O'zbekistonni oyoqqa turgizish uchun bor kuch-g'ayratini sarflagan. Qancha qiyinchiliklarni ko'rgan insonlar bor. Ko'pchiligingiz qahraton sovuqda, jazirama issiqda ishlab, o'z oilangizni, yurtimizni boqdingiz. Sizlar urushdan keyingi yillarda mamlakatimizni qayta tiklagan, qiyinchiliklarga qaramay, farzandlarni o'qitib, ularga munosib hayot berishga intilgan asl qahramonlarsiz. Har bir so'm pensiya uchun qancha mehnat qilganingizni, qancha og'ir kunlarni bosib o'tganingizni men yaxshi bilaman. Sizning har bir tiyiningiz qonuniydir, haloldir. Shunday emasmi? Bugungi kunda sizning haqqingiz bo'lgan bu mablag'ni olish tartibi o'zgarishi mumkinligi haqidagi xabarlar sizni o'ylantirmaydimi? Qancha odam yillar davomida naqd pulni afzal ko'rib kelganini hisobga olsak, bu juda muhim masala. Siz yillar davomida qilgan mehnatingizga munosib ravishda hech qanday to'siqsiz pensiyangizni olishni xohlamaysizmi? Bu haqda sizning fikringiz qanday, azizlar? Siz qaysi sohada necha yil ishlaganlik tarixingizni va bugungi holat yuzasidan o'z shaxsiy fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu biz uchun juda muhim, chunki sizning har bir fikringiz, har bir tajribangiz ushbu muhim masalani to'liq tushunishimizga va davlat organlariga aniq, asosli takliflar bilan chiqishimizga yordam beradi. Qonunchilik tez o'zgarib turadigan sohaga kiradi, ayniqsa pensiya masalalarida. Har kuni yangi qarorlar qabul qilinadi, yangi qonunlar kuchga kiradi. Shunday ekan, barcha muhim yangiliklardan xabardor bo'lish, huquqlaringizni bilish va eng muhimi, ularni himoya qila olish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu kelajakda sizni kutayotgan noxush vaziyatlardan ogohlantirish va himoya qilish uchun yagona yo'l. Biz sizga doimiy ravishda dolzarb ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Qonunchilikdagi o'zgarishlarni sodda tilda tushuntiramiz va har qanday savolingizga javob berishga harakat qilamiz. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga yanada ko'proq pensionerlarga yordam berishga kuch beradi. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini eslab o'taylik. An'anaviy tarzda ko'p yillar davomida pensionerlar o'z pensiyalarini naqd pul ko'rinishida olishgan. Bu qanday amalga oshirilardi? Kimdir pensiyani pochta bo'limlaridan navbatda turib olgan bo'lsa, boshqalar uni bank filiallaridan olishardi. Eng qulay usullardan biri bu pochta xodimlari yoki maxsus yetkazib beruvchilar orqali pensiyani uyga olib kelish edi. Ayniqsa yoshi ulug'lar, nogironligi bor insonlar yoki kasalligi tufayli tashqariga chiqa olmaydiganlar uchun bu usul chinakam qutqaruvchi bo'lgan. Odamlar bu usulga o'rganib qolgan edi, chunki naqd pul kundalik ehtiyojlar uchun eng qulay to'lov vositasi hisoblanardi. Bozorda, kichik do'konlarda, transportda, hamma joyda naqd pul ishlatilardi. Hech qanday murakkab texnologiyalarni o'rganish, bankomat izlab yurish yoki kartani yo'qotib qo'yishdan xavotirlanish shart emas edi. Bu usulning o'ziga xos qulayliklari bor edi, ammo muammolari ham yo'q emas edi. Masalan, pochta bo'limlarida uzundan-uzun navbatlar, ba'zan pensiya pullarining kechikishi, olis qishloqlarga yetkazishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar, ba'zida esa afsuski o'zlashtirish holatlari ham uchrab turardi. Ammo shunga qaramay, naqd pensiya olish imkoniyati ko'pchilik uchun tinchlik va barqarorlik ramzi bo'lib kelgan. Bugungi kunga kelib esa O'zbekistonda moliyaviy tizimni modernizatsiya qilish, naqd pulsiz hisob-kitoblarni kengaytirish yo'lidagi faol islohotlar olib borilmoqda. Davlatning maqsadi iqtisodiyotda naqd pul aylanmasini kamaytirish, shaffoflikni oshirish, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish va byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirish. Bu o'z-o'zidan pensiya ta'minoti tizimiga ham ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Endilikda hukumat qarorlariga asosan pensiyalarni plastik kartalarga o'tkazish, mobil ilovalar orqali to'lash kabi zamonaviy usullar faol joriy etilmoqda.
Ko'pchilik uchun bu qulaylik bo'lishi mumkin. Chunki pulni bankomatdan istalgan vaqtda yechib olish, do'konlarda karta orqali to'lash va xavfsizlik nuqtai nazaridan ham ma'lum afzalliklari bor. Biroq bu o'zgarishlar barcha uchun ham birdek qulaylik yaratmaydi. Afsuski, bu o'zgarishlar bir qator pensionerlar uchun jiddiy qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Ayniqsa, quyidagi toifadagi insonlar xavf ostida qolish ehtimoli yuqori. Birinchidan, texnologiyadan uzoq bo'lgan, mobil telefon yoki bank kartasini ishlatishni bilmaydigan yoshi ulug' pensionerlar. Ular uchun yangi tizimga moslashish juda qiyin bo'ladi. Ularning ko'pchiligi butun umri davomida naqd pul bilan muomala qilib kelgan va plastik karta orqali to'lash ularga galati va ishonchsiz tuyulishi mumkin. Ikkinchidan, olis qishloq joylarda yashovchi fuqarolar. Bunday hududlarda bankomatlar soni kam, internet aloqasi sifati yomon yoki umuman yo'q bo'lishi mumkin. Pensiyani olish uchun har safar shaharga borish katta qiyinchilik, vaqt va mablag' talab qiladi. Uchinchidan, to'shakka mixlangan, nogironligi bor yoki jismoniy imkoniyati cheklangan insonlar. Ular avvalgi tizimda pensiyani uyiga olib kelib beruvchi pochta xodimlari orqali olishardi. Endi esa ularga bankomatga borish yoki bank filiali eshigida navbat kutish deyarli imkonsiz vazifa bo'lib qoladi. To'rtinchidan, kiberxavfsizlik masalalaridan xavotirda bo'lgan pensionerlar. Firibgarlar hiyla-nayranglari tobora murakkablashib borayotgan bir paytda plastik karta ma'lumotlarini himoya qilish, shubhali xabarlarga ishonmaslik kabi masalalar ularning xavotirini oshirishi mumkin. Beshinchidan, ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarda pensiya to'lovlari naqd pul ko'rinishida oziq-ovqat, dori-darmon kabi birinchi zarur ehtiyojlarga sarflanadi. Kartaga o'tkazish ularni doimiy ravishda bankomat izlashga, pulni yechib olishga majbur qiladi. Bu esa qo'shimcha xarajatlarga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, ba'zi pensionerlar toifalariga asosan inflyatsiya darajasini qoplash va aholining turmush darajasini oshirish maqsadida davlat tomonidan muntazam ravishda pensiya miqdorlari oshirib borilishi ko'zda tutilgan. Bu oshirishlar ko'pincha hukumatning alohida qarorlari bilan belgilanadi va umumiy iqtisodiy holatga bog'liq bo'ladi. Misol uchun, so'nggi yillarda mamlakatimizda minimal iste'mol xarajatlari hisoblab chiqilishi va pensiyalarning ushbu ko'rsatkichdan past bo'lmasligi qonuniy asosda belgilanishi quvonarli hol, ammo pulni qanday olish masalasi uning miqdoridan kam bo'lmagan darajada dolzarbdir. Axir, agar pulni olish qiyin bo'lsa, uning miqdori qanchalik katta bo'lmasin, undan foydalanish samaradorligi pasayadi. Hukumat tomonidan olib borilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi mamlakatda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, barcha moliyaviy operatsiyalarni shaffof qilish va korrupsiyaga qarshi kurashdir. Bu albatta to'g'ri yo'nalish. Ammo bu islohotlarni amalga oshirishda aholining eng zaif qatlami, ya'ni pensionerlar va nafaqa oluvchilarning manfaatlarini ham inobatga olish juda muhim. Yangi tizimga o'tish jarayoni shoshilinch bo'lmasligi, odamlar uchun qulay o'tish mexanizmlari yaratilishi shart. Aks holda, yaxshi niyat bilan boshlangan islohotlar ijtimoiy noroziliklarga sabab bo'lishi mumkin. Davlat har bir fuqarosining munosib hayot kechirishini ta'minlashga mas'ul, shuningdek, keksa yoshdagilarning hayotini yanada og'irlashtirmaslikka ham majburdir. Azizlar, siz qanday usulda pensiya olishni afzal ko'rasiz? Naqd pulmi yoki plastik karta orqali? Agar sizda to'lov usullarini o'zgartirish bo'yicha qandaydir takliflar yoki g'oyalar bo'lsa, ularni izohlarda yozing. Sizning tajribangiz va fikringiz juda qimmatlidir. Masalan, pensiyani yarmini kartaga, yarmini naqd pulda olsam, men uchun qulayroq bo'lardi yoki har oy uyga kelib berish tizimi qayta tiklansa juda yaxshi bo'lardi kabi aniq takliflar bormi? Biz har bir fikrni o'qib chiqamiz va ularni umumlashtirib, tegishli idoralarga yetkazishga harakat qilamiz. Sizning ovozingiz eshitilishi juda muhim. Endi esa bu vaziyatdan qanday chiqish va o'z huquqlaringizni himoya qilish bo'yicha aniq tavsiyalarni beraman. Birinchidan, agar imkoniyatingiz bo'lsa, zudlik bilan bank kartasi ochtiring. Hatto siz naqd pulni afzal ko'rsangiz ham, ikkita variantga ega bo'lish har doim yaxshiroqdir. Bugungi kunda ko'plab banklar bepul karta xizmatlarini taklif qiladi. Pensiyani olish uchun sizga qulay bo'lgan bankni tanlashingiz mumkin. O'zingizga yaqin bank filialiga murojaat qilib, pensiya kartasini ochtiring. Bank xodimlari sizga bu borada yordam berishga majbur. Ikkinchidan, bankomatdan pul yechish va postterminal orqali to'lovlarni amalga oshirish asoslarini o'rganing. Agar siz texnologiyadan uzoq bo'lsangiz, oila a'zolaringizdan, farzandlaringiz yoki nabiralaringizdan yordam so'rang.
Ulardan bankomatdan pul yechish, do'konda karta orqali to'lashni o'rgatishlarini iltimos qiling. Bu sizning mustaqilligingizni saqlashga yordam beradi. Banklar ham yoshi ulug'lar uchun maxsus o'quv dasturlarini joriy etish kerak. Uchinchidan, mobil banking xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqing. Ko'plab banklar o'z mobil ilovalariga ega bo'lib, ular orqali siz pensiyangiz tushganligini tekshirishingiz, kommunal to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Bu ham albatta yaqinlaringiz yordami bilan amalga oshirilishi mumkin. To'rtinchidan, agar siz kasalligingiz tufayli uyda bo'lsangiz, nogironligingiz bo'lsa yoki jismonan bankka borishga qodir bo'lmasangiz, pensiya fondiga murojaat qilib, pensiyangizni uyga yetkazib berishni talab qiling. Qonunchilikda bunday toifadagi fuqarolar uchun uyga yetkazib berish xizmati hali ham mavjud bo'lishi shart. Agar rad etsa, bu sizning huquqlaringizni buzish hisoblanadi. Beshinchidan, olis hududlarda yashovchilar uchun, agar sizning qishlog'ingizda bankomatlar yetarli bo'lmasa yoki umuman bo'lmasa, mahalliy hokimiyatga va pensiya fondiga rasmiy ravishda murojaat qiling. Ulardan aholi uchun qulaylik yaratishni, bankomatlar o'rnatishni yoki mobil kassalar xizmatini yo'lga qo'yishni talab qiling. Fuqarolarning bu boradagi murojaatlari e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Oltinchidan, har qanday noaniqlik yoki muammo yuzaga kelganida, pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlariga, aloqa bank, Xalq banki yoki boshqa xizmat ko'rsatuvchi bank filiallariga murojaat qiling. Savollaringizga aniq va to'liq javob olishni talab qiling. Agar qanoatlanarli javob olmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki ombudsman institutiga shikoyat qilish huquqiga egasiz. Yettinchidan, qonuniy maslahat olishdan cho'chimang. Agar sizning huquqlaringiz buzilganiga ishonsangiz, yuridik maslahat olish uchun mutaxassislarga murojaat qiling. Bizning kanalimiz ham sizga shu borada yordam berishga tayyor. Sizning murojaatingiz pensiya jamg'armasiga yoki tegishli idoralarga yuborilishini ta'minlashda ko'maklashishimiz mumkin. 8-dan, birgalikda harakat qiling. Izohlarda o'z muammolaringiz va takliflaringizni yozib qoldirish orqali siz nafaqat o'zingizga, balki boshqa pensionerlarga ham yordam berasiz. Umumiy ovoz doimo kuchliroq bo'ladi va davlat organlari tomonidan e'tiborga olinadi. Shunday qilib, bugun biz O'zbekistonda naqd pensiya tizimining kelajagi, pullarni olishdagi yangi tartiblar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan navbatlar haqida keng qamrovli tahlil qildik. Esingizda bo'lsin, davlat sizning har bir huquqingizni himoya qilishga majbur va pensiya olish sizning qonuniy haqqingizdir. Endi sizning fikringizga ko'ra, hukumatning bu yangi qarorlari, ya'ni naqd pensiyaning bekor qilinishi yoki uning atrofidagi o'zgarishlar qanchalik adolatli va qanchalik dolzarb masala. Siz umr bo'yi qilgan mehnatingiz uchun beriladigan munosib haqqingizni hech qanday to'siqsiz, o'zingiz xohlagan usulda olish huquqiga egamisiz? Bu savolga javobingizni izohlarda kutib qolamiz. Sizning har bir fikringiz, har bir ovozingiz muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr azizlar.